Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan JavaScript dasturlash tilida massivlar bilan ishlash haqida gaplashamiz. Xo'p, massiv nima bu? Dasturlash tillarida massivlar bitta o'zgaruvchida bir nechta qiymatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Keling, soddagina tushunarli bo'lishi uchun bir massiv yaratamiz va u bilan ishlashni boshlaymiz. Let demak o'zgaruvchimizni yaratamiz. Let siz bilan oldingi darslarimizda gaplashgan edik. Let bu hozirgi ishlatiladigan so'z. Balki qayerdadir siz var yordamida o'zgaruvchi yaratilishini ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Unisi ham bunisi ham xato bo'lmaydi. Keling, namuna sifatida shu o'zgaruvchimizni var xizmatchi so'z yordamida yaratamiz. Xo'p, var demak o'zgaruvchimizga nom beramiz. My array. Xo'p, array degani bu inglizchasida o'sha biz ko'rib chiqayotgan massiv so'zni tarjimasi bo'ladi. Xo'p, massivlarni yaratishni ikki xil yo'li bor. Birinchisi new array deb yozamiz va qavsning ichida shu massivimiz uchun turli elementlarni beramiz. Xo'p, keling, shunchaki men o'zim haqimda ma'lumotlardan iborat massiv yaratay. Dastlab tug'ilgan yilimni yozay, 1979. Undan keyin tug'ilgan joyimni yozaman, Koson. Xo'p, undan keyin ismimni yozaman. Xo'p, undan keyin hozirgi yoshimni yozaman. Mana. Shu hozircha yetarli. Xo'p, keling endi shu massivimizni haqiqatdan yaratilgan, yaratilmaganini tekshirib ko'rish uchun uni konsollog yordamida chiqarib ko'ramiz. Konsollog va myArray ni chiqarishni buyuramiz. F5 bilan ishlatib ko'ramiz. Mana dasturimiz natijasida 4 ta elementdan iborat massiv chiqarib ko'rsatildi. Agar e'tibor qiladigan bo'lsak, massivimizni tarkibidagi elementlar bir xil tipga ega emas. Ya'ni dastlab bu yerda son, number, keyin string, satr, yana satr va yana son. Bundan tashqari biz uni tarkibida yana boshqa tipdagi ma'lumotlarni qo'yishimiz ham mumkin. Aytaylik, uzun so'zlar, uzun sonlar yoki bo'lmasa true false kabi mantiqiy qiymatlarni qo'yishimiz ham mumkin. Bu ahamiyati yo'q. Ya'ni ba'zi dasturlash tillarida massivlar aynan bir xil tipli bo'lishi talab etiladi. JavaScriptda bu borada bizga ko'proq imkoniyat berilgan. Xo'p, endi keling bularni barchasini nimaga olib qo'yamiz? Kommentga olib qo'yamiz va ikkinchi usulda massiv yaratishni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi usulimiz, endi keling bunisini let yordamida yaratamiz. My new array deb nomlaymiz va buning uchun bor yo'g'i mana shu 4 burchak kvadrat qavsni qo'yishimizni o'zi yetarli. Shu yerda biz massiv yaratdik. Garchi uni tarkibida hech qanday element mavjud bo'lmasa-da, mana massiv yaratdik. Konsollog yordamida my new array ni chiqarib ko'raylik. Mana bo'm-bo'sh massiv chiqarildi. Biz endi buni ichiga istalgancha elementlarni qo'shishimiz mumkin. Bir, ya'ni turli xil bo'lishi mumkinligini ko'rish uchun keling true qiymat beramiz. Qandaydir satr beramiz. Xo'sh, 3.6 sonni beramiz va hokazo turli xil tipdagi elementlarni berib ko'rdik. Endi ishlatib ko'rsak, mana muammosiz o'sha elementlar ekranga chiqarildi. Xo'p, endi keling bu birinchi massivimizni ham kommentdan ozod qilaylik. Agar qanday qilib birdaniga kommentga olinib ozod qilinayotganini agar esingizdan chiqqan bo'lsa,
Eslataman, Alt Shift A kombinatsiyasi yordamida bu ish bajariladi. Ctrl slash yordamida esa joriy bitta qator. Hammasini birdaniga olmoqchi bo'lsak, Alt Shift A yordamida belgilanganlar kommentga olinadi. Xo'p, endi keyingi ko'rmoqchi bo'lgan ishimiz massiv elementlarga qanday qilib murojaat qilish mumkin. Massiv elementlariga ularning indeksi bilan murojaat qilinadi va sizga oldingi darslarimizda aytib o'tgan edik, deyarli barcha dasturlash tillarida, men bittagina shunday bo'lmagan dasturlash tilini bilaman, yana bordir. Deyarli barcha dasturlash tillarida elementlar indeksi 0 dan boshlanadi. Ya'ni bu gapimizning ma'nosi shundan iboratki, mana bu myArray yaratgan massivimizni 0-elementi 1979. Keling shu elementni chiqarishni buyuramiz. Mana bu ikkita konsol logimiz kerak emas. Ikkinchisini ishlataylik. myArray. Demak, 1979 bu eng boshida turibdi. Demak, unga to'rtburchak qavs ichida 0-indeksni beramiz. Ishlatib ko'rsak, mana 1979 hosil bo'ldi. Agar ismimni chiqarmoqchi bo'lsam, demak bu 0-indeks, koson 1-indeks, ismim esa 2-indeks. Demak, bu yerda to'rtburchak qavs ichida 2 indeksni ko'rsatib ishlatib ko'rsak, mana ismim hosil bo'ldi. Xo'p, bundan tashqari yana bir xususiyatga e'tibor qiling. Bu yerdagi biz keltirgan massivni aytaylik, yoshimni 45 emas 46 deb o'zgartirmoqchi bo'lsam, endi bu yerdan kelib 45 ni 5 ni o'chirib 6 o'chirish emas, dastur vositalari orqali, ya'ni buyruq orqali almashtirmoqchi bo'lsam, aynan shu massivning, ya'ni myArray massivining nechinchi elementi? 3-elementi. Chunki 0 dan boshlangani uchun 0, 1, 2, 3. 3-elementi deymiz va bu teng bo'lsin 46 ga deymiz. Va bu yerda ham natijani tekshirish uchun shu 3-elementni chiqarishni so'raymiz. Mana bu yerda 45 edi, lekin myArrayning 3-chisi 46 bo'lsin dedim va chiqarib ko'rganimizda haqiqatdan ham 46 bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, massiv elementlarining qiymatini biz erkin ixtiyoriy tarzda o'zgartirishimiz mumkin ekan. Endi biz hozirgina ko'rib chiqqan usulimizda massivning bitta elementiga murojaat qilishni ko'rdik. Ya'ni massivning bitta elementini ajratib olish uchun to'rtburchak qavs ishlatar ekanmiz. Xo'p, aytaylik, myArray massivining dastlabki 3 ta elementini chiqarmoqchi bo'lsam, ya'ni bu 1979 0-elementi, 1-elementi va 2-elementini chiqarmoqchiman. Keyingilari kerak emas. Unday bo'lsa, qanday qilib kesib olish mumkin? Biz satrlar bilan ishlash haqida gaplashgan edik. U yerda slice funksiyasini ko'rgan edik, metodini aniqrog'i. Xuddi shu slice metodi bu yerda ham ishlatilishi mumkin. Ya'ni bu yerda biz 3 demaymiz, myArray nuqta qo'yiladi. Metodlar siz bilasiz, nuqtadan keyin yoziladi. Slice va nechinchidan nechinchigacha kerakligini yozamiz. 0-dan boshlab 2-gacha deb sinab ko'raylik. Mana e'tibor qiling, 2-gacha dedik. 1979 va koson chiqdi. Ya'ni 0-element va 1-element chiqdi. Bundan biz xulosa qilishimiz mumkinki, dastlabki ko'rsatilgan parametr natija tarkibiga kiradi, keyingisi esa kirmaydi. Demak, bu yerda ismimni ham chiqarilishini xohlasam, ya'ni 2-element ham chiqarilishini xohlasam, chegara sifatida 3-elementni ko'rsatishim kerak bo'ladi. Ishlatib bunga ishonch hosil qilamiz. Mana yil, shahar va ism hosil bo'ldi. Massivlarda bundan tashqari biz satrlarda ko'rib chiqqan length ham ishlaydi. Length bu xususiyat, ishlatib ko'ramiz. Mana myArray length deganimiz, ya'ni myArrayning uzunligini so'radik. Nechta elementi borligini.
Bu yerda mana javob 4 chiqdi. Agar buni biz o'zgartirib, yana boshqa elementlarni qo'shadigan bo'lsak, ishlatib ko'rsak, mana 8 ta element borligini chiqardi. Shuning bilan ushbu JavaScript massivlariga bag'ishlangan birinchi videomizni yakunlaymiz. Keyingi videomizda biz siz bilan ko'p o'lchovli massivlar haqida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.